O'zbekiston terma jamoasining Kolumbiyaga qarshi uchrashuvida biz gol o'tkazib yuborganimizdan keyin yig'lagan jajji o'zbekistonlik muxlis videosi butun dunyoda tarqalib ketdi. Millionlab ko'rishlar soniga ega bo'lmoqda va hattoki taniqli karikaturachi Hamid Sahari O'zbekiston Kolumbiya uchrashuviga bag'ishlangan video e'lon qildi. Ana shu videoda mana shu yig'lagan, ko'z yosh to'kkan bolakay asosiy qahramon qilib olingan. Videoni siz ham tomosha qiling, juda ham ruhlantiruvchi kontent bo'lgan. And Uzbekistan can't say they haven't been. Come on, baby! Uzbekistan! 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 Ushbu bolaning ismi Isfandiyor ekan. Uning otasi Bektosh Hotamovning ma'lum qilishicha, dunyoning mana degan nashrlari CNN, BBC yoki FIFA rasmiylari ular bilan bog'lanib, boladan intervyu olishga harakat qilishmoqda, navbatda turishibdi va ular boladan futbolga bo'lgan qiziqishi, O'zbekistondagi futbol hayoti haqida so'rashayotgan ekan. Mana ko'ryapsizmi? Birgina mana shu holat O'zbekistonni butun dunyoga qanchalik tanitib yubordi. U tomonlarda, ya'ni okean ortida O'zbekiston degan mamlakat bor ekanligini bilmaydigan minglab, balki millionlab insonlar bor va futbol orqali, mana shu voqea orqali ular endi O'zbekiston haqida yanada ko'proq bilishyapti va hattoki qiziqishyapti. Shu nuqtai nazardan aytish kerakki, jahon chempionati bu futboldan ko'ra kattaroq voqea. Ushbu bolakayga qoyil qolish kerak, ya'ni u hali kichkina bo'lishiga qaramasdan uning vatanga bo'lgan muhabbati va vatan jamoasi yutqazayotganida unga qanchalik alam qilgani aslida uni mashhur qildi nazarimda. Qolaversa, kolumbiyalik muxlislarning oliy janobligiga ham respekt. Ular raqib jamoa vakili bo'lishiga qaramasdan shu jajji bolaning ko'nglini ko'tarish uchun O'zbekiston deya hayqirishdi. Juda ham ta'sirlanarli voqea. Xullas, aytganimdek, futbol jahon chempionati bu faqatgina maydonda emas, balki uning tashqarisida, atrofida ham bo'ladi va futbol xalqlarni, millatlarni birlashtiradi. Biz O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad tilaymiz. Kelgusi o'yinlarda Yaratganning o'zi sizga madadkor bo'lsin. Olg'a O'zbekiston! Come on, baby! Uzbekistan! 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 Uzbekistan!